Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar. Bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Ayrim qo'shimcha haqlar, ustamalar va pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan davrlar endi og'zaki aytdim. Oldin ishlaganman, hammaga ma'lum-ku degan gap bilan hisoblanmaydi. Rasmiy hujjat bo'lmasa, qo'shimcha haq ham hisoblanmasligi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin menga kam chiqdi. Qo'shib berishlari kerak edi. Falon joyda ishlagan yillarim nega kirmadi? Mening mukofotim, unvonim, nogironlik holatim, qaramog'imdagi odamim bor edi deb murojaat qiladi. Lekin asosiy masala bitta. Tasdiqlovchi hujjat bormi yoki yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir aytadiganlarim sizning yoki ota-onangizning har oy oladigan pensiyasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiyaga chiqishda asosan mehnat daftarchasiga, ish joyidan olingan ma'lumotnomalarga, arxiv hujjatlariga tayanardi. Ba'zi holatlarda korxona hali mavjud bo'lsa, ish haqi yoki ish staji haqida ma'lumotnoma olib kelish osonroq edi. Mahallada hamma bir-birini tanigani uchun, bu odam falon zavodda ishlagan, bu ayol ko'p bolali ona, bu kishi urush qatnashchisining oilasidan, bu odam sog'lig'i sababli nogironlik olgan degan gaplar yurardi. Lekin pensiya tizimi gap so'zga emas, hujjatga qaraydi. Bugungi kunda ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi, idoralararo almashinuv kuchaygan. Pensiya tayinlashda har bir ustama va qo'shimcha haq uchun asos so'raladi. Ya'ni tizim shunday ishlaydi. Sizda imtiyozga asos bo'ladigan holat bor. Lekin u holatni tasdiqlaydigan hujjat bo'lmasa, pensiya jamg'armasi xodimi uni shunchaki qo'shib bera olmaydi. Mana shu joyda ko'p odam xafa bo'ladi. Men haqman-ku deydi. Siz haq bo'lishingiz mumkin. Lekin davlat organi uchun huquqiy asos hujjatdir. Siz 30 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin, ammo mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lsa, muhr yo'q bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa va arxidan tasdiq kelmasa, o'sha davrni pensiya hisobiga kiritish qiyinlashadi. Nima o'zgardi? Aslida eng katta o'zgarish shuki, avtomatik hisoblanadi degan tushuncha hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Elektron bazada ko'ringan ma'lumotlar avtomatik olinishi mumkin, lekin bazada yo'q. Noto'liq yoki xato bo'lgan ma'lumotlar uchun fuqaroning o'zi hujjat taqdim qilishi talab qilinadi. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, arxivdagi ish haqi, maxsus sharoitdagi mehnat, imtiyozli davrlar, unvonlar, mukofotlar, nogironlik, qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz shaxslar bo'yicha hujjatlar muhim. Birinchi navbatda pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lganlar xavotir olishi kerak. Masalan, siz 2026 yilda pensiyaga chiqasiz, lekin 1990 yillarda ishlagan korxonangiz tugatilgan. Mehnat daftarchangizda ishga qabul qilindi degan yozuv bor. Ammo ishdan bo'shatildi, yozuvi yo'q yoki muhr bosilmagan. Bu holatda pensiya organi siz aytgan yillarni to'liq stajga kiritmasligi mumkin. Natijada siz kutgan miqdor chiqmaydi. Ikkinchi guruh allaqachon pensiya olayotgan. Lekin menga kam hisoblangan deb o'ylayotganlar. Ko'pincha odamlar 5 yil, 10 yil pensiya olgandan keyin eski hujjatlarni topib qoladi. Masalan, men 1915-1992 yillarda zararli ishlab chiqarishda ishlaganman deydi. Agar buni tasdiqlaydigan buyruq, ish joyi ma'lumotnomasi, lavozim nomi, ish sharoiti bo'yicha ro'yxatdagi moslik bo'lmasa, qo'shimcha imtiyoz yoki qayta hisoblash masalasi murakkab bo'ladi. Uchinchi guruh ustama va qo'shimcha to'lovga da'vogar pensionerlar. Ayrim hollarda pensiyaga ustama belgilanishi uchun alohida maqom kerak bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi alohida xizmatlari bor shaxs maqomi, davlat mukofoti, parvarishga muhtojlik, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligi, boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq holatlar. Bularning hammasi uchun tegishli guvohnoma, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki boshqa rasmiy hujjat talab qilinishi mumkin. 4-guruh ayollar. Ayniqsa bola parvarishi davrlari pensiya stajiga kiritilishidan umid qilayotgan onalar. Bu yerda ham men farzand ko'rganman deyishning o'zi yetarli emas. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ayrim holatlarda bola parvarishi ta'tili bo'yicha
ish joyi buyruqlari o'sha davrda ishlagan ishlamaganlikni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar to'liq bo'lsa, staj masalasi ancha oson hal bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, bahs boshlanadi. Birinchi misol, Ahmad aka 62 yoshga to'ldi va pensiyaga hujjat topshirdi. U o'z hisobiga ko'ra 35 yil ishlagan. Pensiya organi esa 29 yil tekis oy stajni tan oldi. Nega? Chunki 1993-1992 yillarda ishlagan xususiy korxonasi yopilgan. Mehnat daftarchasidagi yozuvda muhrni aniq, lavozim ko'rsatilmagan, orqada esa hujjat topilmagan. Ahmad aka, men u yerda rostdan ham ishlaganman dedi. Men unga aytaman, aka, sizning gapingiz insoniy jihatdan tushunarli, lekin pensiya hisobida hujjat hal qiladi. Endi u arxivga so'rov beradi, sobiq korxona rahbari yoki hujjat topshirilgan tashkilotni qidiradi. Soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashga harakat qiladi. Agar tasdiq topilsa, qayta ko'rib chiqish mumkin. Topilmasa, o'sha davr hisobga kirmay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Malika opa pensiya olayotganiga 4 yil bo'lgan. U yaqinda eski papkasidan mehnat faxriysi yoki mukofotga oid guvohnomasini topdi. U mening pensiyamga ustama qo'shilishi kerak edi. Nega shu paytgacha bermadinglar deb so'raydi. Bu yerda muhim nuqta bor. Pensiya organi sizda bor, lekin taqdim qilinmagan hujjatni o'zi bilmasligi mumkin. Agar ma'lumot elektron bazada bo'lmasa, xodim uni ko'rmaydi. Shuning uchun hujjat topilgan kundan keyin ariza beriladi. Asos tekshiriladi. Agar qonunchilikda ustama belgilangan bo'lsa, tegishli tartibda qayta hisoblanadi. Lekin men oldin bilmaganman. Endi 4 yillik farqni ham to'lab bering degan talab har doim ham avtomatik qanoatlantirilmaydi. Chunki to'lov muddatlari va qayta hisoblash sanasi qonuniy tartibga bog'liq. 3-misol. Sobir ota nogironlik guruhi belgilangandan keyin pensiyasiga qo'shimcha haq qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin u tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasini pensiya jamg'armasiga topshirmagan. Elektron tizimda ma'lumot kechikib ko'ringan yoki umuman tushmagan. Natijada 2-3 oy davomida qo'shimcha to'lov chiqmagan. Bunday holatda men doim aytaman, nogironlik belgilangan zahoti guvohnoma, xulosa yoki elektron tasdiq mavjudligini tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib ariza qoldiring. Shifokorlar biladi. Demak, pensiya organi ham biladi deb o'ylamang. 4-misol. Gulnora opa qaramog'ida 17 yoshga to'lmagan nevarasi borligini aytadi. U men unga qarayapman, xarajat menga tushyapti. Pensiyamga qo'shimcha berilishi kerak deydi. Lekin qaramog'ida ekanini tasdiqlaydigan hujjatlar bo'lmasa, masala ochiq qoladi. Bola kimning farzandi? Ota-onasi bormi? Aliment bormi? Vasiylik belgilanganmi? Bola haqiqatan ham pensioner qaramog'idami? Bularning hammasi hujjat bilan ko'rsatiladi. Tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik qarori, mahalla ma'lumotnomasi, sud qarori yoki boshqa asoslar kerak bo'lishi mumkin. 5-misol. Rustam aka pensiyaga chiqishda 2000 yillargacha olgan yuqori ish haqlari hisobga olinishini xohlaydi. U men o'sha paytda juda yaxshi maosh olganman deydi. Lekin ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma yo'q. Korxona tugatilgan. Arxivda shaxsiy hisob varaq yoki oylik vedomostilar topilmasa, yuqori maoshni isbotlash qiyin. Natijada pensiya kutilgandan pastroq chiqadi. Shuning uchun pensiyaga yaqinlashayotgan har bir odam eski ish joylaridan ish haqi ma'lumotnomalarini oldindan tekshirishi kerak. Agar sizning barcha mehnat faoliyatingiz rasmiy bo'lgan, ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni to'liq o'tkazgan, ma'lumotlaringiz elektron bazada to'g'ri aks etgan, mehnat daftarchangizda barcha yozuvlar aniq, muhrlar bor, ishga kirish va chiqish sanalari mos, qo'shimcha imtiyozlaringiz bo'yicha guvohnomalar qo'lingizda bo'lsa, sizda xavotir kamroq bo'ladi. Lekin baribir men bunday odamlarga ham tekshirishni maslahat beraman. Chunki amaliyotda bitta harf xatosi, familiya o'zgargani, korxona nomi almashgani, pasport ma'lumotlari mos kelmagani sababli hujjat sizniki emas degan savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya farq qiladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski ish stajini bog'lashda qiyinchilik chiqadi. Yoki erkak kishi pasport almashtirgan, tug'ilgan sana bir hujjatda umdishmay, boshqasida o'rnatilmay deb ketgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammoga aylanishi mumkin. Eng katta tuzoq hujjat keyin olib kelaman, hozircha hisoblab turinglar degan umid. Pensiya organi odatda mavjud va tasdiqlangan ma'lumotlar asosida hisoblaydi.
keyin hujjat topshirsangiz qayta hisoblash masalasi ko'riladi. Lekin bu siz kutgan sanadan boshlab to'lanadi degani emas. Shuning uchun hujjatni pensiyaga chiqishdan oldin tayyorlash eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi tuzoq, mehnat daftarchasining o'zi har doim yetarli deb o'ylash. Ha, mehnat daftarchasi muhim hujjat. Lekin undagi yozuvlar qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, sana, lavozim, korxona muhri, mas'ul shaxs imzosi bo'lmasa yoki yozuvlar o'chirilgan, ustidan yozilgan, tuzatilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Uchinchi nozik jihat, norasmiy ishlagan davrlar. Ko'pchilik men bozorda 10 yil ishladim, ustachilik qildim. Fermerda yordamchi bo'ldim. Do'konda sotuvchi edim, lekin rasmiylashtirmagan deydi, afsuski. Pensiya tizimi uchun norasmiy mehnat odatda staj sifatida ko'rinmaydi. Agar ijtimoiy soliq yoki badallar to'lanmagan, shartnoma bo'lmagan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa, bu davrni isbotlash juda qiyin. To'rtinchi masala, arxiv hujjatlari. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin har doim ham hujjatlar to'liq saqlatilmagan bo'ladi. Ba'zan korxona hujjat topshirmagan, ba'zan yong'in ko'chish, qayta tashkil etish sababli ma'lumotlar yo'qolgan. Bu pensiya uchun og'ir holat, lekin amaliy yechim qidirish kerak. Tuman yoki viloyat arxivi, sobiq yuqori tashkilot, soliq organlari, ish beruvchining huquqiy vorisi, sud orqali faktni aniqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, qo'shimcha haqning turi. Hamma qo'shimcha to'lov bir xil emas. Ba'zisi stajga bog'liq, ba'zisi ish haqi miqdoriga, ba'zisi maqomga, ba'zisi sog'liq holatiga, ba'zisi qaramog'idagi shaxslarga bog'liq. Shuning uchun qo'shnimga qo'shib berishdi. Menga ham berishdi degan yondashuv to'g'ri emas. Qo'shningizda boshqa hujjat, boshqa maqom, boshqa staj, boshqa asos bo'lishi mumkin. 6-masala, hujjatdagi ism sharif xatolari. Masalan, pasportda Abdullayev, diplomda Abdullayev, mehnat daftarchasida Abdullayev A deb yozilgan. Yoki otasining ismi bir joyda Karimovich, boshqa joyda Karimoğlu. Bu xatolarni oldindan tuzatmasangiz pensiya tayinlashda vaqt yo'qotasiz. Ayrim holatda fahya organi, ish joyi, arxiv yoki sud orqali aniqlik kiritishga to'g'ri keladi. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSHIR. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mukofot va unvon guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, bularning hammasi alohida saqlansin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni satrma-satr tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsa bo'lsin. Qachon ishga kirgansiz? Qaysi lavozimga, qachon ishdan chiqqansiz? Har bir yozuvda buyruq sanasi va raqami bo'lsa yaxshi. Muhr va imzo borligini tekshiring. Agar biror joyda yozuv noaniq bo'lsa, pensiyaga chiqishdan oldin o'sha ish joyiga yoki arxivga murojaat qiling. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Yilma-yil yozing. 1960-1965 qayerda, 1965-1992 qayerda, 1992 qayerda, keyin qayerda. Har birining hozir mavjud yoki mavjud emasligini aniqlang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda ekanini bilishga harakat qiling. 4-qadam, arxivga yozma so'rov bering. Og'zaki borib kelish bilan cheklanib qolmang. Arizada ism sharifingizni, tug'ilgan sanangizni, o'sha paytdagi familiyangizni, korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq ko'rsating. Javobni yozma oling. Agar hujjat topilmadi deyishsa, shu javob ham keyingi harakatlar uchun muhim. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga oldindan maslahatga boring. Faqat pensiya yoshiga yetgan kuni emas, undan bir necha oy oldin boring. Hozir ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron tarzda ham amalga oshiriladi. Lekin murakkab holatda tuman pensiya jamg'armasi mutaxassisidan ro'yxat olib, nimangiz yetishmayotganini bilib oling. Menda qo'shimcha ustamaga asos bo'lishi mumkin bo'lgan mana bunday hujjat bor, bu hisobga olinadimi? deb so'rang. 6-qadam, ariza yozganda umumiy gap yozmang. Pensiyamni ko'paytirib bering deb yozsangiz, bu noaniq. Aniq yozing. 1994-1992 yillardagi ish stajimni qo'shib hisoblashni so'rayman.
nogironlik guruhi belgilanganligi munosabati bilan qo'shimcha to'lovni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Falon guvohnoma asosida ustama belgilashni so'rayman. Qaramog'imdagi shaxs bo'yicha qo'shimcha haq masalasini ko'rib chiqishni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, aslini ko'rsatishga tayyor bo'ling. 7-qadam. Qabul qilingan hujjatlaringiz bo'yicha tasdiq oling. Arizani topshirdingizmi? Kirim raqami bo'lsin. Elektron murojaat qildingizmi? Ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. Keyin men bergandim. Ular yo'qotib qo'yishdi degan vaziyatga tushmaslik uchun har bir qadamni hujjatlashtiring. 8-qadam. Rad javobi olsangiz sababini yozma so'rang. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davrdan olinmadi? Qaysi norma asosida rad etildi? Buni bilsangiz, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilasiz, arxivdan qo'shimcha ma'lumot qidirasiz. Hujjatdagi xatoni tuzatasiz yoki sud orqali yuridik faktni aniqlash masalasini ko'rib chiqasiz. 9-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini bugundan tekshiring. Ko'p farzandlar faqat pensiya tayinlanganda yoki pul kam chiqqanda yugurishni boshlaydi. Vaqtida tekshirilsa, ko'p muammo oldini olish mumkin. Ayniqsa yoshi katta odamlar eski korxonalar nomini, rahbarlarini. Qaysi yillarda ishlaganini eslab turgan paytda yozib oling. Keyin bu ma'lumotlarni topish ancha qiyinlashadi. 10-qadam. Hech qachon hujjatlarni begona odamga ishonib topshirmang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Tanishim bor. Pul bersangiz ustama chiqaramiz degan va'dalardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida qonuniy asos va hujjat bo'lmasa, hech kim barqaror va rasmiy natija kafolatlay olmaydi. Hujjatlaringiz nusxasini bering. Aslini esa faqat rasmiy idorada zarur bo'lganda ko'rsating. Yana bir muhim maslahat, agar sizga qo'shimcha haq berilishi kerak deb o'ylasangiz, o'zingizni solishtirish uchun faqat qo'shnining pensiyasiga qaramang. Har bir insonning pensiya hisob kitobi alohida. Kimdadir staj ko'p, kimdadir ish haqi yuqori, kimdadir imtiyozli maqom bor, kimdadir nogironlik yoki qaramog'idagi shaxs bo'yicha asos bor. Shuning uchun sizning vazifangiz o'zingizning holatingizni hujjat bilan isbotlash. Bugungi asosiy xabarim juda aniq. Qo'shimcha haq ustama staj yoki pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan har qanday holat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjat bo'lmasa, siz haq bo'lsangiz ham amalda hisobga olish qiyinlashadi. Shuning uchun kutib o'tirmang. Mehnat daftarchangizni tekshiring, arxiv ma'lumotnomalarini qidiring, nogironlik, mukofot, qaramog'idagi shaxs, familiya o'zgarishi, ish haqi va ish staji bo'yicha barcha dalillarni yig'ing. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiya masalasida eng kuchli himoya bu tartibli hujjat. Bugun bitta qog'ozni topib qo'yish ertaga har oy qo'shimcha pul olishingizga sabab bo'lishi mumkin. Aksincha, bugun beparvo bo'lsangiz, ertaga o'zingizga tegishli haqni isbotlash uchun oylar davomida yugurishingiz mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan, qanday hal qilgansiz? Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ogohlantirish har bir pensioner va pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan har bir inson uchun juda muhim.